Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Islom va biz programmamizning 66-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek, boshlagan kundan buyon bugungi kungacha har bir bo'limda asosiyatdan yangi bir temani tutgan asosda har bir musulmon chuqum aniq ro'shan tushunish kerak bo'lgan temalarda suhbat elib berib kelyapmiz. Bugün şunun cümlesinden huzurumda oturuptuk. Tünükün e'lanımızda begendek aldı bilen bu yer kirişten burun hammalar tunuşuq bolgan programımızın daimlik mehmini Şarq Türkistan Ulemalar Birligi a'zosi shunaqla Dünya Müslüman Alimlar Birligi a'zosi Abdurrahman Jamal Kashg'ari'ni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib ziyoratimizni qabul qilganlik uchun ko'p rahmat aytamiz aldidan. Rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamizni naq maydondan taqib o'tadi. Facebook, YouTube kanallarımızda ekranlarda chiqib turayotgan nomerlar orqali programmamizga aloqador fikr taklif berishingizni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Tunugun e'lonimizda bergandek bugungi temamiz orqada qilish va passivlik sabablari, bu krizisninki nima sabab bilan shunday bo'ladi degandek tema to'xtalganligimizni bildirgan edik. Bugun inshaalloh shuni to'xtalamiz. Albatta har bir jamiyat, har bir millat orasida bu ijtimoiy kasal mayli cho'ng bo'lsin yoki nisbat jihatda xilma-xil bo'lish bilan birga albatta bor. Shunaqla islom dunyosi, umumiy keng islom dunyosini ko'z tutgan asosda essaqmi, bugün nurg'unlagan sahalarda keyinda qolganligimiz, orqada qolganligimizni ko'rib turamiz. Amaliyotda biz mansub bo'lgan din har qanday millatning orasida eng oldida mengishni, eng aktiv bo'lishni, insoniyatga muallim qilib chiqarilgan, insoniyat uchun chiqarilgan eng yaxshi ummat edik biz. Shu ummatningki bir parchasi edik. Albatta keyinda qilishiga nurg'unlagan har jamiyat, har islom dunyosidagi har bir davlatning xilma-xil sabablar bo'lishi mumkin. Bizning ham nurg'unlagan sabablarimiz bor, uni ko'rsatmaydigan va o sabablarni ko'rsatmaydigan nurg'un bahonalarimiz bor. Bularni inshaalloh islomning nuri ostida so'zlab o'tish kerak bo'lganligi uchun o'tiribmiz. Programmamizga kirib kelsak, hurmatli ustoz, bugun ham bu temada to'xtalib o'tiribdik. Oldi bilan shu orqada qilishimizga albatta bu gap bo'lgan vaqtida nurg'unlagan sabablarni har birimiz ko'rsatib boqamiz. Mas'uliyatni buningga atib boqamiz. Shuningga albatta kim mas'uliyatchanlik kimda degan savoldan boshlab kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Yaxshilarda o'rnak bo'lish va raqobatlashishga buyurgan Janob Alloh ham sanoat bo'lsin. Örnek ve yaşlar rekabetinki nemoğan peygamberimizge dua salamlar olsun. Elbette arkada karış kimden üstüde ya ki bunun kim mesuliyetçi diyen mesele hakkında köp toxtuluş doğru kılın. Her taraftan toxtuluş doğru kılın. Biz bugün bunun bir vasıta kirmezden belki arkada karışımız sebep olan halkılık sebeple ya ki amillah diyen bu noktalar hakkında toxtalımız. İslam dünyası qarsak, İslam dünyası bir əsr yoki bir əsrdən köpürək müddət içində ilim ma'rifat sahasida, davlat boshqaruv sahasida, siyosiy erkinlik sahasida, sanoat, texnika sahasida, tashviqot sohalarida va aktiv bo'lish sohalarida oqida qolganligi aniq oshkor ko'rinib turdi. Biz Uyg'urlar bu illetlerden ya ki bu xil orqada qolishlardan sırf yana mustamlikani qutulolmaslik, mustamlikani qabul qilish enidan voz kechmaslik, parchalanib ketish, aqida qirg'inchiligi, irqiy qirg'inchilik va madaniyat qirg'inchiligiga duch kelyapmiz. Yani bizning va islom dunyosining bir əsr ve belki bir əsrdən köpürək bu yanda arkada qolib qalish sababi nima degan bu məsələ qısqa fikir bildirgan vaqtimizda buni mutafakkir alim Muhammad G'azali bu nuqtani xulosalab shunday deydi. İslam dunyosininki arkada qolishiningki asos sababchisi ikki edi. Biri mustabid hokimiyat deydi.
istibdat hokimiyat tuzumi musulmonlarning orqaga sabab bo'lgan. Ikkinchi illat qatmal aqimdagi ko'p sonliq olimlar. Mutafakkir Muhammad G'azzali islom dunyosining orqaga qarashini mush ikki nuqta xulosalagan. Balkim buning ko'z qarash har xil bo'lishi mumkin. Balkim ba'zanlar Osmanlı davlat parçalangandan keyin islom ellarining mutlaq ko'p qismining g'arbning mustamlik uchib qolganligini bahona ko'rsatishi mumkin. Yoki u sabablar bahona ko'rsatishi mumkin. Ama mutafakkir alim bir yerda sirtqi sababni bayon qilmasdan, balki o'zimizni tepiladigan musulmonlarningki ijtimoiy va siyosiy hayoti bilan ichki illatni bayon qilgan. Am mustabid hokimiyat desak, çünkü mustabid hokimiyat musulmonlarningki hayotida fikr aqimining yoki fikri jihatdan taraqqiy qilishninki yo'li to'saliq bo'lib olgan. Fikr erkinligi bermaslik, fikr erkinligiga yo'l qo'ymaslik sababidan musulmonlarning fikri jihatdan taraqqiy qilishga to'saliq bo'lib olgan. Hamda oxirgi bir asr jarayonida islom dunyosida barliq kelgan, qo'chaq shaklda barliq kelgan yoki har bir jihatga kuchga tayanib hokimiyatni bulang-talang o'g'irlik bilan hokimiyatni beshikka kelgan bu hokimlar islom jamiyatiga insonlarning ideyasiga uyg'un kelmaydigan ideyalarni so'rab kirish orqali islom jamiyatlarida ideya to'qinishi, ichki to'qinishga sabab bo'lgan. Bu eng cho'ng illatning birisi. Ama bir katmal aqimdagi yoki katmal kalladagi olimlar islom dunyosining orqaga sababchi deydi. Ko'p sonliq olimlar bular ibodatning doirasini tar doiraga jug'lab islomni bir butun hayot falsafasi yoki islomni bir butun hayot tuzumi ustida tushunmasligi. İslamның dünya ahiretlik baxt saadetini ve insanların menfaatini qo'lga keltirish uchun kelgan din ekanligini his qilinmasligi. Dunyoda yuz berayotgan real hayotdan g'ofil qilib, burungi fikrlardan yoki burungi kitoblardan chiqarmasligi. Shundaqla islomning madaniyatlik dunyo qarash shaklida taqdim qilinmasligi musulmonlarni koinot haqida, inson haqida ve hayatlık hakkındaki bilimlerini neple deb qarab, onun ko'ngil bilmaydigan ayında bir vaziyatni shakllantirib qo'ygan. İslamning madaniyatlik dunyo qarshida taqdim qilinmaslik musulmonlarni tabiiy fan va yangi ijtimoiy fanlar qarta buni farz shaklda, muhim shaklda, zarur shaklda hayotning taqozosi, jamiyatning taqozosi, davlatning falsafining taqozosi buning ahamiyat bermaydigan bu vaziyatni shakllantirib qo'ygan. Bu alimlarning mas'uliyati bu noktada. Xo'sh. Hem yuqorqi ikki omildan boshqa, ya'ni mustabid hokimiyat va qatmal aqimdagi olimlar sababchi. Hem buningdan boshqa sabab bo'lsa, buningdan muhim sababdan birisi yana bor. Dinimiz qarasak, har bir musulmon islomning nazarida dunyoviy islohot vazifasi taklif qilingan inson. Musulmon bo'ladigan musulmonning g'oyasi vazifasi emas, dunyoviy islohot qadamini etmoq. O'zi bilan bo'lib ketish emas, atrofidagilarni isloh qilish, jamiyatni isloh qilish, islom jamiyatidan, islom ellaridan sirt boshqa insonlarga yaxshilik tarqatish, hidoyat tarqatish, yaxshi fikrlarni o'ttirib chiqarishdan iborat dunyoviy islohot vazifasiga taklif qilingan turg'uliq. Bu musulmonlarningki olmasligi, pasifligi, tashabbuskor bo'lmasligi bu orqada qolishimizningki eng muhim sabablarningki biri bo'lib hisoblanadi. Ama insonning bu dunyoda baxtli bo'lishi va oxirat hayotida unum qozonishidan iborat bu nishonni ishga oshirish uchun buningga davlat hamkorlashishi, hukumat hamkorlashishi, uyushmalar, organlar, teşkilatlarının hamkorlashi, jamiyatning hamkorlashi, oilaning va shaxsiylarning hamkorlashi muhtoj. Hamma tarafning bunga teng kuch chiqarishiga muhtoj. Bo'libmi bu yerda shaxsiylarning faoliyatchanligi, oilaning aktivchanligi va jamiyatning harakatchanligi mana bu dunyoda baxt saodatni qo'lga keltirish, oxirat natijasi qilish uchun eng muhim omil. Hukumatning muhim omil mana bu shahar. Bu sababdan bir jamiyatning taraqqiy qilinmasligi
yoki bir millatning taraqqiy qilinmasligini davlatga otib qo'yish yoki tashkilotga otib qo'yish bu to'g'ri emas. Shundan bu mas'uliyatni kishilarning passivligi, kishilarning savodsizligi yoki kishilarning mas'uliyatsizligi yoki kishilarning aktivsizligiga atib qo'yish bu to'g'ri emas. Demak, bu yerda mas'uliyat yo hokimiyatga xos emas, yoki olimlarga xos emas, yoki fuqarolarga yo shaxsiylarga xos emas. Bu mas'uliyatni har odam o'zining salohiyat doirasi bo'yicha ustiga oladi. Hammadan muhimi musulmon bo'lib bilan. Mayli shaxsiy bo'lsin, mayli oila müdiri olsun, mayli jamiyatning oqsoqoli bo'lsin, yoki boshqa organlar xizmat qilsin, musulmon bo'lib bilan bu mas'uliyatni ustiga oladi. Chunki islom dunyosida burun tiklangan madaniyat bu davlatning kuchidan bakrak jamiyatning kuchi bilan barliq kelgan. Xo'sh. Masalan, bunga dalil sifatida bir misol olgan bo'lsak, jamiyatshunos olim Ibn Xaldun shunday deydi. Bir jamiyatda chiqarilgan narsalarning sifati yuqori bo'lgansa, u narsaning qimmati oshadi deydi. İşlep çıkarılgan narsaning sifati ko'p bo'lsa deydi, yoki sifati yuqori bo'lib qolsa, narsaning bahasi oshadi. İnsanlarning hayoti va turmush kechirish yo'llari farovonlashadi, osonlashadi. İşlep chiqarish yaxshilangan sari jamiyat va millatning ahvoli yaxshilanib boradi. Raqobat yaxshiladi, raqobatlash kuchaygan sari ishlab chiqaruvchilarning mahorati yuksaladi. Natija davlatning karimi oshadi, insonlar farovon turmush yashaydi. Demak, bu yer iste'molchilik madaniyatini tashlab, iste'molchilik ko'nab qolmay, ishlab chiqarish yuzlangan vaqtida. Bu yer ishlab chiqarishning maqsad fikriy jihatini ishlab chiqarish, siyosiy jihatini ishlab chiqarish, ideya jihatini ishlab chiqarish, qimmat qarash jihatini ishlab chiqarish, oila jihatini ishlab chiqarish, ilmiy jihatini ishlab chiqarish, mahsulotdan sir yoki yem-ichmak, kiyim-kechak bu ishlab chiqarish yuksalgan sari, buningki sifati yuksalgan sari bu jamiyatning taraqqiy qiladiganligida, unum qozonadiganligida shak yo'q. Demak, orqada qolishimiz bilan aktiv bo'lmaslik arasida zich munosabat bo'lmasi aniq bor. Aktivchanlik ozlashgan sari orqada qolish ahvoli og'irlashadi. Demak, bizda passivlik ko'paydi, aktiv bo'lmadik, natija nima bo'ladi bo'lsa, orqada qolish ahvoli og'irlashadi. 3-dunyo ellari deb atalgan bo'lsa, arab dunyosi, biz Uyg'urlar 4-dunyo ellari buni Alloh o'zi biladi. Orqada qolish og'irlashgan sari aktiv bo'lishga to'sqinlik bo'ladigan omillar, illatlar ko'payib ketadi. Xo'sh. Bunga asosan her kimning, her bir shaxsining, er olsun, ayol olsun, aktivchan bo'lishi, faoliyatchan bo'lishi, o'zining bu dunyoga kelgan g'oyasini eslashi va dunyoviy vazifasidan yuklanganligini his qilishi orqada qolishning birinchi bosqichi shu. İkinci basqıç kabiliyetlik yetekçiler yetiştiriş. Yani kabiliyetlik yetekçi asmandan düşmeydi. Hızır olap kelmeydi bir şeydi. Millet yetiştirgen vaxtıda, millet aldığı çıkargan vaxtıda, millet aşından adam terbiyeligen vaxtıda o yetekçi çıkır. O yetekçi çıkırışta ilgili milletin o'zi aktif bo'lish lazım, faaliyetçen bo'lish lazım, özünden g'oyasini, maqsadlarini tushunish lazım. Xo'sh. Unda o'g'a vaqtida mas'uliyatni kimga atimiz degan buni muayyan bir tarafga atib qilinmaydi. Hokimiyatga atib qo'yishimiz mumkin. Buni biz tabiiy Abba Xo'ja oldiganiga, keyingi tajovuzchilik atishi mumkin, bu vaqtni to'xtatishimiz mumkin. Ammo bu yer asl sabab har bir shaxsning faoliyatsizligi, har bir shaxsning passivligi, har bir shaxsda topiladigan illat, abgalik, mana bu bizning orqada qolishimiz eng xalqalik sabab hisoblanadi deb qarayman. Xo'sh. Köp rahmet, nayeti güzel içpen, Allah razı olsun. Hem de bu şu aktif bulalmaslıktan sebebi nime deb şundan başlasak, meyli şahs bulaydı, meyli bir millet buluştuğumuz bilen. Aktif buluş demek, aktif bo'lgan insanın tarih işlep çıkarış hareketi demek. Aktifçanlık demek, tarih işlep çıkarış hareketi değil. Hoş. Mutfekkir Malik Nevi. Demek insan aktif bo'lgan chog'da bu tarix ishlab chiqara oladi. Tarixga kira oladi, tarix qadam basa oladi. Chunki inson harakatlansa jamiyatmi harakatlanadi, tarixmi harakatlanadi. Ammo inson jimib ketsa,
Cemiyet mi cimip gidiyor, tarih mi cimip gidiyor. Endi bu aktif olan maslak, bu şahsiler tepeledi, aile de tepeledi, cemiyet tepeledi, teşkilat olsa teşkilat tepeledi, devlet olsa devlette mi tepelediğin bir ehval. Mesela misal alayım. Aile misal alayım. Aile yakın kadar bizden hayatımız algaz belki hazırki vaziyet misal görüşü mümkün bazılar. Aile hiç kim aralışamaydigan en ağır bir mektep. Hoş. Bu mektep perzentlerinin kızı olsun, oğlu olsun, çoğu olsun, küçük olsun perzentlerinin tabii kuşku, intildiğin kuşku, teşna olduğun kuşku bolu sütü bilen perzentlerini imani cihetten, akli cihetten, ahlaki cihetten, vicdani cihetten, milli cihetten yetiştirdiğin bir merkez yoki bir tarbiyalash o'rni edi. Ailening mas'uliyati mushunday edi. Aileni nima uchun quramiz? Farzandni nima uchun topamiz? Buni tushunsak, nikoh qilgan chog'da bergan so'zimizni tutar desa, aile aslida ilg'or bir maktab. Bu mas'uliyat ailening mas'uliyati edi. Ammo afsuski ko'plagan ailelar bu sohada farzandlarini yuqorqi sohalarda yetishtirishda aktiv emas. Nima uchun degan vaqt chunki ko'plagan ailelar farzandlarining qo'sqiga ahamiyat beradi. 3 qatim tomoq berishdan zirikmaydi. Az degan vaqtida. Ammo 1 soat uning aqlini oshirish, 1 soat uning iymonini jonlantirish, 1 soat uning axloq o'rgatish, 1 soat uning o'zining kimligini o'rgatish, qanday bo'lib bu yerga chiqib qolganligini o'rgatishga buningdan zirkib ketadi. 1 soat kitobni ola olmaydi. Xo'sh. Kiyim-kechaklar eng ilg'or modeli bilan ahamiyat ber. Tutadigan telefonlarning eng ilg'or markalik bo'lishida qanchalik pul ketsa uning ahamiyat ber. O'yinchiqqa qanchalik desa uning ahamiyat ber. Ammo bu bolalarningki ruhini yetildirish, aqlini yetildirish, vijdonini yetildirish, odamgarchilikni yetildirish va kelgusidagi nishon qarta kuch chiqarish kelgan vaqtida yetarli ahamiyat bermaydi. Bolalarning kimligini yetildirish qarta yetarli darajada ko'ngil bo'lmaydi. Bu bolalarga aqida degan nima? Millat degan nima? Davlat degan nima? Tarix degan nima? Madaniyat degan nima? Bu tarbiyalarni berishga sal qaraydi bu ota-ona. Chunki ko'plagan oilalar bu masalani bilmaydi. Bilmaganligini e'tirof qilib o'rganay demaydi. Kitob o'qiy demaydi yoki bu sohada izlanmaydi. Demak bu oiladagi aktivsizlik, ailedeki passiflik, ailedeki ebgalık göz aldığımız görünüp durup. Bu meselenin hal qilg'ini bo'lamiz, hal qilg'ini bo'l. Bu meseleni hal qilish uchun ota-onaning aktiv bo'lishi kerak. Er olsun, ayol olsun. Bunu bir tarafga ham yuklab qo'yg'ini bo'lmaydi. Bu ota-onalar bolalarga shu xil tarbiyani berish uchun kitob o'qishi lozim kunda 2 soat. Qimmati yo'q filmlar bilan, qimmati yo'q g'aybatlar bilan, qimmati yo'q go'rpalarning talash-tortishlardan voz kechib, bu kitob o'qish lozim. Özü kılanmagan olsun bunu ballarından yaramlık edeb oluş için bunun kitap okuğa vakit çıkarış lazım. Vakti izleniş lazım. Ballarını mektep verip lan falan ustaz görüvettim falan mektep verdim. Şular terbiyeleri taşıyıp koymazsın. Zörür bulavatkan. Ademgerçilikle iştirdiğin insan ruh, vicdan, iradetiklerden akideni özü öğütüş lazım. Ahlakını özü yetildiriş lazım. Vatan millet terbiyesini, devletin muhimlikini, vatan bulmaz kandak bir akıbetin kep çıkırganlıkını özleri verişki küçük çıkarışlar. Eğer bilmese destat ballarda ilgili bu aile üzgünüş lazım. Bu ailedeki bir pasif kılınmışlar. Kalan daire kirmişsek bu mesele enik olsa gerek. Hoş. Ne için bu nokta toxtaldı olsa? Çünkü meyli şahsi olsun, aile olsun biz bay imkaniyetler dep duraydı. Aktiflik şekillengen vaqtida shaxsiyda olsun her bir shaxsida ve her bir aktiflik şekillengen vaqtida uyg'onishning ochqichi andin boshlanadi. Aktiflik uyg'onishning ochqichi demektir. Aktif bo'lmaslik, ya bolalarim maktab berdimg'o, jad o'qiyotdi deb kar bo'lmaslik, mana bu orqat qilishdan neticede bugungi o'xshash yomon oqibat qilishdan bu bolalarning kelgusida millatga foydasiz
diniga foydasiz, vataniga foydasiz, yaramsız adam chiqib qolishdan mas'uliyati mana bu shu aktiv bo'lmaslikdan, bolalarga ega bo'lmaslikdan kelib chiqadi. Agar inson iroda kelib qolsa, o'zimni yetishtiray deydigan iroda kelsa, farzandlarimni bir tarbiyalay deydigan iroda kelib qolsa, cho'qim bu illatni hal qila oladi. Aktivsizlik yoki o'zidagi passivlikdan qutula oladi. Yaramliq bir holat qadam basa oladi. Mesela Qayyum degan olimning bir so'zi var naql qilay. Agar musulmon tog'ni yo'tkuvchi iroda qilib qolib qolsa, albatta yo'tkib o'tadi. Demak, insonda bir narsaga himmat shakllansa, iroda shakllansa, tog' bo'lsa-mu, uni yo'tkib o'tadi. Chunki ba'zi insonlarda shakllangan ya barliqlarga buyuk ishlar, cho'ng ishlar himmatdan keladi, irodadan keladi. Quruq orzu bilan bo'ldi g'ashimiz. Endi bu yaqin dunyo tarixida misol olsak, ikkinchi dunyo urushida Germaniya falaj bir holat tushib qoldi. Tamamen vayron bo'ldi desak bo'ladi. Iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, ijtimoiy jihatdan va boshqa jihatdan, sanoat jihatdan tamamen bir xarob bir holatga tushib qoldi ikkinchi dunyo urushida. Gitler mag'lub bo'lganligi. 45-yil atrofidagi bir ahvol. Ama bugün bana 50 yıl ya ki 60-70 yıl jarayonida tamamen mağlup bo'lgan, ijtimoiy imkoniyati yo'q bir holat tushib qolgan, boshqalarning besimi ostiga tushib qolgan bir davlat qanday bo'lib bugünkidek saviyaga yetadi. Aktiv jonliq bilan keladi. Her bir a'zoning ruhliq, irodalik bo'lishi bilan bugun saviyaga keladi. Chunki German xalqi davlat belgilagan xizmat soatlaridan ortiq davlat xizmat qilgan. 6 soat ishlaydigan bo'lsa, 1-2 soatni har kuni nafli sutda davlatga haqsiz xizmat qilgan. Bu shuar bilan bugun dunyoning sanoat davlatining oldi qadam qo'yalgan. Mana bu aktivchanlik bilan, iroda bilan German davlati oldimizga bir misol. Yapılma buning misoli. Yana qanchalig'an misollar mavjud. Biz yaratmagan Xitoylarningki bazı işler kelgan chaqda, gerçi düşmanımız olsun e'tirof qilish kerak, reallikni soatlab ig'ir ishlardan voz kechmay ish qilishi Xitoylarniki bugun iqtisodiy yuksalishining bir reallik namunasi. Gerçi misol berish qiyorimizmi? Ammo reallik bu reallik. Demak, bizning aktiv bo'la olmasligimizdan sababi nimasi? Birinchi bo'lib aqidamizni sog'lom tushunamiz. Biz iymonimiz bilan faxrlanamiz, izzat his qilamiz, ammo aqidamizga sog'lom tushuncha yo'q deymiz. Chunki aqidamiz ruh yo'q, aqidamizda hayotlik yo'q, aqidamiz o'lik bir aqida var biz. Bunu tirildirish lazım. Birinchi illatmiş. Chunki musulmon insonda aqida sog'lom va jonliq bo'lib qolsa, tastabiqul xayrat. Bu raqobat kuchish lazım, baslish lazım, boshqa insonlarga yetakchi, o'rnak bo'lish uchun taxmi ko'p harakat qilish lazım. Vatanparvarlik ro'yi to'van ko'pinchimizda. Vatanparvarlik desa ya olamiz yo'q olmaymiz. Zo'r bo'lgan holat ilm, ma'rifat qobiliyatimizni oshirmaslik illati bor. Millatga nisbatan zo'r bo'layotgan ilm, ma'rifatlar qaysi? Buning o'rnini to'ldirilayotmamdi. Bu sohada ojizlik bor. Hamkorlik uchun sabab natijaga uyg'un ish harakat qilmaslik illati bor. Ish harakatni planliq va intizomli holda elib bormaslik illati bor. Hem de dini ve milli mecburiyetli hak talep kılışının oldu koyanmaslık illeti var. Biz hukukumuzu asal koltu deyimiz. Hak hukukumuzu talep kılımız ama mecburiyetimizni, dini cihetki mecburiyetimiz, milli cihetki mecburiyetimiz, insani cihetki mecburiyetimiz, ahlaki cihetki mecburiyetimizde hak hukukunun oldu koyanmayotimiz. Biz hukuk talep kılışı ilgili mecburiyetimizde ada kılanmayotimiz. Keskin irade kelinmayotimiz. Mas'uliyatning ne kadar ağırlığını ve kelgüsünün bizge nispeten ne kadar xatar ekanligini his qilamiz. His qilgan bo'lsa yoki his qilganlarning soni ma'lum nisbat bo'lsa 1-2 yil yoki 4 yildan ichida bo'ldi bu his qilish. Ammo 100 yildan ortiq mustamlik ichida, quliq ichida, zulm ichida, bu ishi to'g'riliq, bu mas'uliyatning ağırlığını, xatarning nega bordiganligini ko'plagan xalqimiz buni his qilmadik. Mana bu sebepler aktif bo'lmaslikninki sabablarini shakllantiradi. Xo'sh. Ko'p rahmat. Haqiqatan
Her birimizin Rabbim inşallah şu diğerlerimizge, anlığallarımızga emel kıldığan aşında tuygu ata kılsın dep tileyimiz Rabbimizden. Kadirli körmelerimiz hakikaten yani dinimiz şunçilik Resulullah'ın hadisi olsun, ayetlerde olsun bizni devamlılık iş kılışka, hareket kılışka, kılgan işlerimizni en güzel kılışkı buyuruyduğun bir dindan mensupları, itikat kılgıçıları bulup yaşavatkan bir halkımız hem de. Peygamberimizden şunçilik kıskı bolsumu, özü kıska ama şunçilik çonqur mənləge egi buğa hadislerimi bunu bizge ta'kidlab turdu. Müminninki hatta Allah Peygamber Aleyhisselam'ınki Allah silahının birinla her qandaq bir amelni qilsa, şu işni en vayiq yetkizip mükemmel şekilde qilishinglarni yaxshi ko'rdi deb Rasulimiz degan bir söz var. Bunu insan oylansa, yani her sahaya hitap kılınıvatkan bir hitap bu. Yani dünyada Müslümandaki hiçbir işini meyle qaysi sahada olsun, kolunun uçuda süpetsiz bir iş kılışını Allah'ın mı yaxşı görmeydiganligini bizge öğütüvatkan bir narsa bu. Oylap bakaylı biz düşman devatkanlar, biz yaratmaydiganlar, qandaq qilib qaysi tirishchanliklar bilan qaysi süpetlik ishlarni qilish bilan bilgan her sahada aldığı ötdi. Biz şununla buyurulgan en aldıda biz qilishimiz kerak bo'lgan Müslümanlar bo'lsa, bütün İslam dünyası umumi jihatdan biz özümüzde alsaqmı, nurg'un sahalarda qanday menayotganimiz atrofimizga qarasak, özümüz haqida o'ylansak, haqiqatan nurg'unlagan tuzishga tegishlik, özümüzning kallasini silkib o'tishimizga tegishlik nurg'un masala oldimizga qarab turibdi. Rabbim inşallah bu pasifligimizni o'ngshab berishini tilaymiz. Hem de şu nimeden faaliyetçanlıqni qanday qilganda, aktiv bo'lishni qanday qilganda ishga oshirg'ili bo'ldi. Bunun bir so'zlab programmamizni tugatsak. İslam dinimiz qarasak, dinimiz musulmonlarni amal qilishga buyuradi. Tashabbuskorlik bilan o'z-o'zlikdan harakat qilishga buyuradi. İcadiyet yaratishga buyuradi ve boshqalarga o'rnak bo'lgandek go'zal ishlarni qilishga buyuradi. Şunadek bu dinimiz Müslümanların hurum bo'lib qolishini to'sadi. Bo'shanlikdan to'sadi, pasiflikdan to'sadi, ojizlikni yoki uni buni bahona qilib ish emga qilmaslikdan to'sadi ve mas'uliyatsizlikdan to'sadi. Shunaqla dinimiz Müslümanning dunyoga kirish g'oyalaridan birini vatanini taraqqiy qildirish deb vatanni taraqqiy qildirishga bog'laydi. İnsanın dünyaya giriş üç sebep, bu üç sebepten birisi insanın zeminini güllendirir. Yani zeminini güllen nereden başlanır? İnsan özününki ana vatanından başlanır. Özünden diyarından başlanır. Demek diyarını terakki kıldı, vatanını terakki kıldı. Bu senin bu dünyaya gelişindeki gayelerinin birisi de dinimiz. Dünyaya gelişti mi? Vatanını terakki kılışına bağlıgan. Yani buruk Müslümanlar bu hıl ruh bilen, faaliyetçanlık bilen ve teşebbüskarlık ruhu bilen terakki kılalıgan. Dünyavi güzel medeniyetini, insani medeniyetini yaratalıgan. Ama günümüzdeki köplegen Müslümanlara iki türlük yaman illet çıkan. Bu iki türlük yaman illetlerden birisi, birincisi güç talep kılmaydıgan asan işkiyeti öyleş. Tikini yok işler bilen meşgul oluş deyli. İkinci birisi mümkün emes deydigan bu karaş bilen çoğun işlerini kılış, mühim işler atılışta bel koyu ötüş, irade kilenmesi ibaret. Bu iki illet devrimizdeki Müslümanlar çekilinip kaldı. Emeliyette asan iş, ya ki ters işleydiğen, ya mümkün emes deydiğen şu. Belki bu dünyayı teve, her kandak iştinki hel kılış şarısı. İnne ma'al usri yusra. Her kandak kıyınışı opası var, onun hareket kıygan çağda, sebebini kıygan vaxtıda onun çarısı var. Şuna bir işni asan işti, ya mümkün emas deb o'ttamay, dinimiz buyurgan iş oladigan, tashabbus qilgan ish oladigan, musulmonga yarışadigan ish oladigan, dunyoga o'rnak bo'lishga sabab bo'ladigan ish oladigan, imkoniyatdan to'liq foydalanish bu shariatning ko'rsatmasi. Chunki Qur'oni Karim vaqul ya'malu dedi. Ish qilinglar, ish harakat qilinglar, faoliyat qilinglar dedi. Bu faoliyating to'g'ri bo'ldimi, xato bo'ldimi, o'zingizga foydaliqmi, ziyonliqmi? Nege başlap barıp bunu Allah körep dur.
Samimi olatanını, saxta olatanını köreptir. Peygamberimi Allah'ın bildirişini köreptir. Ma hayat müminlerin işlerini akıbetinin nege vagallıqını netiz onun körüdür. Yani Peygamberimiz i'malu dedi, iş kılansın dedi. Bu dinimizden görsetimiz şu. Faaliyetçen bulanlar, hareket kılanlar. Fekullum muyassar lima halik. Nemini kılaydısan asan dedi. Muş dünyaya tevbe işi olduken, insan teklif kılıngan işi olduken, hareket kıysa, sebebini kıysa, sebep netice uygun iş hareket kılgan olsa, kıyğınılmaydığı şu. Asan dedi, edisini görsetimiz. Yani bu meseleye emili noktadan qarab bakıdığan olsa, Müslüman 24 kaç saat şirket kılgan? Şirketlerini toğra ve ölçemli kılış için kaç saatine ilim marifet öğrenişki çıkardığan? Kaç saat turmuşine qamdaş üçün çıkardığan? Bugünkidek xorliqqa uçuravatkan aqidasini qo'g'dash uchun, izolavatkan millatini himoya qilish uchun, ona vatanini qo'g'dash uchun ve bunga bir asqatqadak bir muhim bir kasbni o'rganish uchun kunda necha soat chiqarib qo'ydigan? Kunda 1 saat, 2 saat bu vatan uchun, bu millat uchun, bu aqida uchun, bu Allohninki dini uchun qanchalik bir vaqt ajrata oladigan? Degandek bu savollarga qarsak, balkim kundalik hayotimizning ko'p qismi ahamiyatsiz ishlar bilan yoki pach-parach ishlar bilan o'tib ketishi mumkin. Balkim bu passivlikning sababi bizning Qur'oni Karimning prinsiplarini va ko'rsatmalarini tushunmaganligimiz uchun kundalik hayotimizga amaliy foydali ish harakatlar oz tepilishi mumkin. Kundalik hayotimizda amaliy foydali ish harakatlarning oz bo'lishining sababi Qur'oni Karimning prinsiplarini ko'rsatmalarini bilmaganlikdan, tushunmaganlikdan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Agar biz Qur'oni Karimning prinsiplariga, ko'rsatmalariga keng doirada qarab chiqadigan bo'lsak, musulmonga kam bo'layotgan narsa prinsipning kamligi emas. Yoki fikrining, ideyaning kamligi emas. Musulmonga narsa amalning kamligi. Musulmonga kam bo'layotgan narsa ish harakatning kamligi. Bunisi dinimiz ellezina amanu va amilus solihat. Musulman bo'lgandan tortib buning hayoti amal bilan bog'lanadi. Musulman bo'lgandan tortib buning hayoti amali solih raqobat bilan boshlanadi. Xo'sh. Bütün hayoti yaxshi otlandi. Iymon da'vosi bor ekan, ish harakat bo'lish lozim. Allohning yo'lida ish qilman deydigan, amal bo'lish lozim. Musulmon millatning xizmatini qilaman deydigan, ish qilish lozim. İslam diyarı olan bir zemin üçün iş qilman deydigan, bu faaliyetçen bo'lish lozim, ish qilish lozim deydi. Demak, bu yerda iymonni dinimiz ish harakatga bog'liq. Ammo bizdagi ish harakatni qanchalik faaliyetçen bo'ladi, qanchalik aktivchan bo'layapmiz. Demak, musulmonlarimiz, ko'p sonli musulmonlarimiz Qur'onning bu prinsip bo'yicha o'ylanganini ma'lum. Qur'onning bu ko'rsatmasi bo'yicha tafakkur qilmayapti. Bu şekilde izlenmeyotdu. Tarih okunulası dinimiz tarih okumayotdu. Başkalardan faydalanılan noktalar faydalanması onundan mı ibaret almayotdu. Bazı da oylansın mı? Emeli iş hareket kılıç için oynamadı. Belki depo yaş için oynamadı. Depo oynamadı bana. Geldiğinde mesuliyet düştü o diyen bu şekilde oynanabatkandık. Bu sebepten içtimai cihetten aktif buluş haleti cemiyet karakterlik, millet karakterlik şekillenmeydi. Onun üstüne köplagan qarindoshlarimiz vaqtning qimmatini, vaqtning ahamiyatini his qilmaydi. Vaqt qimmatli deydi, ammo vaqtdan unumli foydalanishni bilmaydi. Vaqtni joyida ishlatishni, vaqtni qanday qilib to'g'ri ishlatishni buni bilmaydi. Bu yerda shuni unutmaslik kerakki, Alloh kim bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi dinda bo'lishidan qat'iy nazar, sebep neticeye uygun iş hareket qilgan ve öz vatanini terakki qildirishga otlangan millatlarning o'rnini ko'tardi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, qanday aqidada bo'lishdan qat'iy nazar. Sebep neticeye uygun iş hareket qilsa ve onun vatanini yoki zaminni gullantirishga otlangan bo'lsa, uning o'rnini ko'tardi. Bu izzu man yasha ve yuzillu man. Bugungi dunyo shu. Bugungi reallik shu.
Ahiret götürülmesi mümkün kafirlerine. Lakin bu dünya götürülüyordu. Bu dünyada orada yükseliyordu. Ama iş hareketini oturmagan, acizlikni bahane kılıp faaliyet kılmagan, koldan keliş faaliyet kılmagan ve emniyetten yirak boğan, arzularını hiyal kılıp oturup aldığın kişiler, kim bolsa etmezler. Gerçi Müslüman bolsa mı? Bunun orne tüven orun çıkkan. Bu Allah'ın özgermez kanunu. Müslüman boğanlıkçılar Allah yardım eder yok. Müslüman boğanlıkçılar bunun orne yükselip kaldığın iş yok. Müslüman boğanlıkçılar başkalar yetekçi olan bu salahiyet yok. Çünkü Allah'ın kanununda ve elleyse lil insani illa ma sa'ad. Hareket kıysan netice gelirsendir. Qanchalik hareket qilsang shunchalik natija chiqasan. Qanchalik faoliyat qilsang shunchalik mahsulot ko'rasan. Demak, senda harakat bo'lmaydi ekan, aktivchanlik bo'lmaydi ekan, ish harakat bo'lmaydi ekan, hech narsa yo'q sanga. Musulmon bo'lsang o'rning tövandi. Va anna sa'yahu sawfa agar ish harakat qilib qolsa, buni natijasi bu dunyoda ham ko'rdi, u dunyoda ham ko'rdi. Bu Allohning qonunidir. Shunga o'rinliq ojizlik, mas'uliyatsizlik, meydansızlık ve pasiflik, yani aktif olanmaslık illetlerden kurtulmasak, dinimiz tozkan işlerimizi, aktifçallık haltını şekillendirdiğini bulmaydı. Ümmit kılavatkan oygunuş hareketinin şekillendirdiğini bulmaydı. Hem hürlük yolunu açkını bulmaydı. Biz uzun zamandan beri, belki iki esirdi, belki ondan köpürekti tarih kalsak, millet karakterlik aktif bolanmaslıkның neticesini bugün kimlikimizden yencilevatkanlığı ve vatan milletimizden düç kilovatkan ırkı kılgınçılıkından bunu körü olayımız. Vatanımızın ahvali bizden aktif olmaslıkımız, faaliyetçen olmaslıkımız, hareketçen olmaslıkı ibret cihati yeterlik olması gerek. Hoş. Sözler tügüdü mü? Tügüdü diyelim. Hoş. Köp rahmet, Allah razı olsun, gayet güzel bir şekilde hulaslayıp böyle inşallah diginimizdek. Her birimiz Rabbim bu tuyguğa, bu hissiyatlık gelişimizde sevap olan inşallah bu derslerimiz. Allah razı olsun, aldığımız kepti de yine bir temada görüşemiz. Kadirli görmelerimiz anlap öttük, vaktimiz bu tügüdü. Ben ahirde bir kısa bir qancha minutluq tuyg'umni so'zlay, hissiyotimni. Demak, qadrli ko'rmalarimiz, biz o'zimizni dunyoning har qaysi erkin dunyoda yashayotganlarimizga nisbatan so'zlayapmiz. Xalqimizningki, vatan ichidagi xalqimizning ahvoli, qaysi kunda yashayotganligi hammamizga ma'lum. Farqli holatda his qilib turyapmiz. Erkin dunyoda nafas elib, erkinlikimiz bilan xalqimizni qila oladigan, xalqimizni deya oladigan dunyoda yashab turib ve shularni bir şekilde her xil dunyoning har qaysi joylarida yashayotganlarimiz har xil uslub bilan qo'limizdan kelgan xilma-xil ishlar bilan shu vatanimiz uchun, millatimiz uchun, eng aqallisi urug' tuqqanlarimiz uchun bir narsani qilamiz deb tirishyapmiz. Bunu ko'ryapmiz ijtimoiy uchur vositalarida. Qo'limizdan kelganini qilishga tirishyapmiz bir şekilde. Rabbim inşallah her birimizning qilgan shu amallarga niyetimizga ko'ra yaxshi natijalarni berishini umid qilamiz Rabbimdan. Hamda biz bugungi nemizim so'zlab o'tdik. Passivlik, shu aktiv bo'lmaslik, shu orqada qilishimizning sabablari, qanday yuksalgil bo'lganligini programmaning vaqti qisqa bo'lganligi uchun shunchalik so'zlashga muyassar bo'ldi ustozim. Albatta bu temalar qancha o'nlagan program qilsa yetmaydigan darajada keng temalar. Milletimizning ichidagi mayli bu realligimizga nazar programmamizda so'zlayotimiz har xil kamchiliklarimizni, nuqsonliklarimizni tuzatish yo'lida qo'limizdan kelgancha tirishchilik ko'rsatyapmiz. Hamda oxirida buni o'ngshashga ketadigan ishlarni ustoz bir qancha tilg'alab o'tdi. Xulosa qilgan vaqtida shunda bir hikmatli so'z va arablarda buni ba'zilar
Sufyan Savri radiyallahu anhuga nisbet berdiğan alimnamı ba men arada dünya fe aleyhi bil ilm şu ahirgacha Arapçasını demey kimiki eğer dünyanı irade kılsa, dünyanı halasa, dünyada bir yaxşı yaşay, dünyada bir Allah'lık seviyede isil turmuş geçiray, mal dünyamış, her xilmiş, dünyada erişidi qallı kenasa, ben bir erişsem buldu dese, onunla gerek boğan nasıl olsa ilim deydi. Onunla ilim gerek deydi. Ve bunun kendi dedi ki, kimi ki eğer ahiretini irade kılsa, eğer ahiretke erişmekşi olsa, ahirette uftuk kazanıqçılarının cümlesinden bulaysa, onun gibi ilim gerek deydi. Ve dedi ki ahirde, kimi ki dünya ve ahiretinin kazanıqçıları, dünya ve ahiretinin muvaffaqiyat kazanıqçılarından bulmakçı olsa, yana onun lazım bulduğu nesi ilim deydi. Bizdeki şu nurgun neslerindeki en akallisi ustaz yukarı söylep ötü. Günde prezentlerimiz için qançalik vaqt ajırtıvatımız, özümüzni terakki kıldırış için qançalik vaqt ajırtıvatımız, bunun bilim gerekti. Yani okuğanda, bilgenlerimiz qanç köp boğan vaqtida şunca özümüzden hayatıdaki bu noksanlıklarını, kemçiliklerini tüzütüşki bizde bir materyal olğan buldu. Bizni bir hareketlendirdiğen, bizni hareketlendirgiçi küçükçe ilim bilen erişe alayımız. Şunun için özümüzdeki her günlük hayatıda hiç bulmasa biz vatandaki o qattiq zulümden aslı yaşayotgan xalqimizga xitob qilamiz-mi? Bunu talab qilamiz-mi? Ma erkin dunyoda nafas elayotgan her bir xalqimiz, her bir Uyghur avlodi buni cho'nqur o'ylanishi, shuningga ko'ra harakat qilishi kerak deb qarayman. Rabbim mushunda bo'lgan vaqtlar andin Rabbimizning qilayotgan harakatlarimiz, tirishchanliklarimiz, bu yo'lda tatiyotgan ajrlarimiz, bu yo'lda tatiyotgan jafolarimizga ko'ra bizga shuningga ko'ra bir natija berdi. Bo'lmasa hech qanday bir harakat bo'lmasdan faqat umid qilish, quruq xiyolni qilish, al-amani deb qo'ydi buni diniy atalg'ularda. Bu narsa quruq arzu, umid bilan ko'tirvasan oldu Rabbim. Beşimizden bu kunlik kassı oldu. Ameliyatda özümüzde hareket yok. Bu şekildeki dua, iltica, arzu, ümitler hiçbir zaman amelga aşkan emas. Allah'ın zimin koygan bir kanuniyeti var. Bu kanuniyeti uygun amelde kılmaz, hareket kılmasak, bizden düşmanımız kılsın Allah koygan bir kanuniyet var. Tirişkan erişidu deydi. Ben tirişkanға bermen degen bolsa, Allah'ın zimindeki şu Allah'a mı iman etmeydik Allah? Köz aldığımızı görevatımız o. Ama lekin Allah'ın bu ziminga, dünyaya koygan bir kanuniyeti boyunca amel kılganlık için o Allah onunla eriştirmeye karşı erişiverdi o dünyadaki neticesiga. Biz Müslüman, dünya ve ahiretteki iman etken Müslümanlar del aksice ulardan neccehesi artık buluşumuz gerek bu Allah'ın hali qarab bakaydı. Şunu biz keynide, şunu biz nurgun neslerde arkada. Bu nesle Rabbim inşallah hayatımızdan bundak bir pasif haletlerini yoxtup, texima aktif halette hareket kılışqa. Rabbim xalıgan, Rabbim yaxşı gördüğün, yani şu aktif, tirişcan, aşındaq müminlerden kılışıqa. Kılışını Rabbimden tüvecek bilen sorayımız. Allah ömür bəsi aldığımız hafta oxşay saati görüşküçe aman bu qayslar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.